Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Barchalaringiz sog'misizlar, omonmisizlar. Musofirdagi yurtlarimizning qo'llaridan kuch-quvvat tilaymiz. Oila a'zolarining oldiga sog'-omon kelishlarini tilab qolamiz. Shunday qilib, bugungi bizning xizmatimiz Penomonolit xizmati. Beruniy tumanida 17-kollejning yonida Shohrat akamizning organizatsiyasi tom qismi bo'ladi. Penomonolit qo'yish uchun tashrif buyurdik. Yigitlarimiz bilan ertalabdan xizmatda. Kimda shunday bir joyning ustima, magazinning ustima tom qismlarni Penomonolit xizmatlari bo'lsa aytaverasizlar. Telefon nomerlarimiz ekranda bo'ladi. Tinchlik TVga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Obuna bo'lish mutlaqo besplatniy, hech kimdan hech narsa so'm ketmaydi. Kanalga podpishkada olamiz sog'aylar. Kimning xonadonlarida shunday xizmatlar bo'lsa, shu yaxshi kunlaringizda xizmatda bo'laylik. Tinchlik TV sizlarning yaxshi kunlaringizda xizmatda. Xabarlashaverasizlar. Yigitlarimiz sifatli turda qilib ishlab beradi. Manamcha narsa yo'q. Pena blok, shlaka blok xabarlashaverasizlar. Bundan mavjud.